Assalomu alaykum. Suvatchilar. Bu lirik chekinish. Qo'y yasayapmiz. Suvarka ishlatishni biladigan, balarka ishlatishni biladigan akalar uy sharoitida o'zlaring uchun tayyorlab olsalaring bo'ladi. Hop. Eniga 1.40, uzunligi 2.75. Ugunlik pastki qismida. Pol bo'ladi, endi bu tushunarli. Pol taxta bo'ladi. Hop, oltiga 4 stoykalariga yondorlari mana bu joylar 3x2 bilan to'ldirib chiqiladi. Buni tikkachasiga qo'ygan sababi qo'y oyog'ini qo'yib chiqib ketib olishi mumkin agar ko'ndalangiga qo'ysangiz. Oxiri mana bu joyda paqirga bundoq ko'sa qilib qo'yiladi, paqirda suv turadi. Oldi tomonda eshik ham bo'lgan, manaqa 15 lik trubaga 2.5 profil, mana plotni kiradi. Ham eshik vazifasini bajaraveradi mana. Qo'ylarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana ochiladi. Buni bo'lim qilamiz, ikkala tomoni ham ochiladi. Mana bu o'rtasidan bo'lim. Bir 8 lista oxir tayyorlab olasiz. Mana bu joylarga bunaqa vibra qo'yib qo'yiladi, sababi bo'ynini qirqib yubormasligi uchun. Mana bular tozalab, bu yerlarga shpaklovka beriladi, qalin qilib haligi ovqatni yalaganda, boshqa qilganda, yeganda labini qirqib yubormasligi uchun ishlab berib qo'yasizlar. Bo'lmasa labini yo tilini kesib olishi mumkin. Oldiga to'sh bugunni qo'ysangiz ham bo'laveradi. Bitganda yana kraska qilish jarayonlarini, bitgan holatini qo'yaman. Mana bu joylarini kantashka qilib olasiz. 4 tarafini. Sababi buni tikka turgan holatda svarka qilish qiyin. Buni ko'chirib olaman-da pastga. Yerga yotqizib olib, yerda svarka qilsa, tikka qilgandan, tik holatda qilganda svarka pastga qarab qilganda haligi shilaga oqmay chiroyli bo'ladi. Endi kimni qanaqa o'ta mutaxassislari tikka turib mana shunday holatda, tik holatda ham qilaveradi. Men ham qilaveraman, lekin ish sekin ketadi. Yotqizib olaman-da. Shov kiysaman turgan joyida. Keyin buni jo'natishga ham qulay. Bo'lib yotqizib tahlab shuni yuklab beraveramiz. Bitta tanish akamiz iltimos qiladilar. Endi buni asli materiali qanaqa materialda yasasa ham bo'laveradi. Hozir konteynerda listidan profillarni bukib o'shandan yasashyapti, arzon tushyapti. Biz endi profildan yasab qo'ya qoldik, chiroyli ham. Balandligi stoyka 1 metr. Oyoqchalari bor. Oyoqlariga bunaqa ugunlikni qirqimizdan qo'yib qo'ysangiz, yerga tuproqli joyga qo'ysangiz ham, yumshoq joyda qo'ysangiz ham botib ketmaydi.